Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi video darsimni yozib, sizlarning e'tiboringlarga taqdim etishga taraddudlanib turibman. Xullas, bugungi darsimning mavzui bu 9-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan 34-paragraf, ya'ni yosh buxoroliklar faoliyati va Buxoro amirligining faoliyati deb nomlanadi. Bu mavzuni, bu paragrafni tushuntirishda bu video darsim orqali sizlarga nima demoqchiman? Tarixiy metodlardan biri, ilmiy tarixiy metodlardan biri retrospektiv metodini qanday qilib tarix mavzularini, darsliklarini o'rganish mobaynida qo'llash, ishlatish mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. O'zi retrospektiv metodiga keladigan bo'lsak, bu oldin ham aytgandim sizlarga. Adashmasam, shaxsan meni o'zimni endi fikrim bu sababiyat metodi desak ham bo'ladi. Ya'ni nima uchun, nega degan savol bilan mavzuni oxiridagi ma'lum bir ma'lumot, xulosaviy ma'lumotdan eng yuqoridagi boshidagi sababga qarab yo'naladigan metod bu retrospektiv metod hisoblanadi. Demak, boshladik mavzuni o'rganishni. Xo'p, 1920-yil 2-sentyabrda bolsheviklar armiyasi qo'shinlari Buxoroga kirdi. 6-oktyabrda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va Fayzulla Xo'jayev boshchiligidagi birinchi hukumat Xalq Nozirlar Kengashi tuzilganligi e'lon qilindi. Nima uchun o'zi Buxoroga kira oldi bolsheviklar armiyasi, mana shu Rossiya imperiyasidagi bolsheviklar armiyasi va nima uchun bu Buxoro amirligida, demak, Xalq Nozirlar Kengashi tuzilishi amalga oshirildi, yo'l qo'yildi bu narsaga. Chunki bunday vaziyatda chiqa olmagan Amir Said Olimxon o'z oilasi va devonidagi amaldor va ayonlar bilan Afg'oniston tomonga qochib ketdi. Qanday vaziyat nazarda tutilyapti va nima uchun u vaziyatdan Amir Olimxon oilasi va o'zining yaqin tanishlari bilan Afg'oniston tomonga qochib chiqib ketdi? Demak, yosh buxoroliklar tashabbusi bilan 1920-yil 29-avgustda Cho'rjoy degan joyda qo'zg'olon uyushtirildi. Bu yerda muvaqqat inqilobiy qo'mita tuzilib, u Rossiya hukumatidan yordam so'rab, iltimosnoma bilan murojaat qildi. Sovet davlati esa yaxshi qurollangan qo'shin va mahalliy aholini dahshatga soluvchi harbiy aviatsiya bilan ta'minlangan yirik harbiy qismlarni Buxoroga tashladi. Nima uchun yosh buxoroliklar bu ishni qildi? Savol. Mana retrospektiv metodni yana navbatdagi qo'llanilishi nima uchun? Sababi, demak, Amir Olimxon o'sha o'z huzuridagi qozi oldi bilan, demak, qabul qilgan o'sha farmonini, demak, amaliyotda qo'llanilmagani. Nima uchun? U farmon qanday farmon edi? U farmonda, demak, u farmon bilan o'zi yosh buxoroliklar degan mana bu siyosiy harakat toifa vakillari, namoyandalarini o'zi qanday aloqasi bor edi? U shunday farmon ediki, Buxoro amiri tarafidan qabul qilingan farmonda, demak, odil sudlov, xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishga barqaror asoslarni yaratish, sanoat va savdoni rivojlantirish, amaldorlarga xizmat yuzasidan vazifalarni ijro etish chog'ida qo'shimcha ustama olish taqiqlanishi, amir o'z xazinasidan tashqari alohida davlat xazinasini ta'sis etishga, davlat ehtiyojlaridagi kirimlar va chiqimlarni aniq hisoblab boruvchi byudjet belgilashga ham va'da bergan edi bu farmonda. Hamda bosmaxona ochish, mahbuslarni zindonlardan ozod qilish haqida ham va'dalar berildi. Ana shu maqsadda poytaxtda istiqomat qiluvchi tiniq fikrli va oqil odamlardan assambleya, majlis tuzuvchi millatni saylash ham mo'ljallangan edi. Xo'p, nima uchun bu farmon amalga oshirilmadi? Va nima uchun yosh buxoroliklar bunday bolsheviklar, demak, o'sha Rossiya armiyasi, Rossiya imperiyasini, demak, bolsheviklar toifasidan yordam so'rab, demak, Buxoroni egallash uchun qandaydir ma'noda, demak, kelishishga qaror qildi. Demak, bu orolida, demak, 1917-yilda 8-aprelda jadidlar
Karki va Buxoroda namoyishlar o'tkazishgan. Buxoroda namoyishga to'plangan 150 kishiga Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat rahnamolik qilishgan. Va bundan tashqari Arka ostonasida islohotlarga qarshi chiqqan 7 mingdan ziyod ancha uyushgan mullalar guruhi egallab olingan edi. Mullalar Arkka yaqin kelishga botingan har qanday kishini o'ldirish bilan tahdid qildilar. Namoyishchilarga toshlar yog'dirilib, ularni do'pposlay va haqoratlay boshlashdi. 30 dan ziyod namoyishchi hibsga olindi, ko'plariga tan jarohati yetkazildi. Qutulib qolgan namoyishchilar boshqa shaharlarga qochib jon saqlashdi. Buxorodagi voqealar jadidlarni sergaklantirdi. Xo'p. Demak, bu holat o'zi nima uchun yuzaga keldi? Nima uchun mullalar guruhi, mullalar toifasi tarafidan demak, yosh buxoroliklarda mana shu jadidlarda harakatiga nisbatan bunaqangi, ya'ni yangicha dunyoqarash, yangicha ta'lim, yangicha zamonaviy ijtimoiy hayot, ijtimoiy muhit tarafdori bo'lgan bu yangi qarash vakillariga nisbatan bunchalik toqatsiz va tajovuzkor yondashuv qilindi. Sababi mullalar sinfi mana mavzuni boshida yozilgan. 20-asr boshlarida Buxoro ijtimoiy hayotida bir-biriga qarshi ikki kuch paydo bo'ldi. Birinchisi Buxoroni siyosiy hayotini demokratik asosda qayta qurish, uni iqtisodini rivojlantirish, ilg'or mamlakatlar qatoriga ko'tarilishi uchun astoydil kurashuvchi yosh buxoroliklar. Ikkinchisi diniy mutassiblar, har qanday yangilik va islohotlarning dushmani bo'lgan toifa vakillari edi. Diniy mutassiblar deganda faqatgina mullalar emas, mullalarning shogirdi, o'sha muridlar, o'sha murshidlar degan toifalar bor, ular ham nazarda tutilgan. Ya'ni o'ta darajada din masalasiga chuqur kirgan, o'ta darajada demak o'sha diniy mutassiblik va o'sha aqidaparastlik darajasigacha yetgan holatdagi toifa kishilari hamda yangicha dunyoqarash, dunyoviy ta'lim, zamonaviy ijtimoiy hayot, ijtimoiy muhit, ya'ni ilg'or taraqqiyot topgan, rivojlangan davlatlar qatorida o'sha xalq hokimiyatchiligi degan tushuncha bor, demokratik asoslarga tamoyillarga tayangan holatdagi Buxoroni siyosiy hayotini qaytadan tiklashni maqsad qilgan yosh buxoroliklar edi. Xo'p. Mana shunday tarzda demak retrospektiv metodini qo'llash mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shunday tarzda retrospektiv metodini qo'llash mumkin. Demak, xullas 34-paragrafning qisqacha mazmuni 20-asr boshlarida, demak 1900-yillar boshlarida Buxoro amirligida ikki xil bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan toifa shakllangan. Mana endi analiz sintez qilib beryapman sizlarga. Bular yosh buxoroliklar degan siyosiy harakat namoyishchilari va diniy mutassiblar va bir guruh mullalar. O'ta darajada dinga berilgan va yangicha bir ilg'or fikrlar, tafakkur ko'rinishi yoki bir kashfiyotlarga o'ta darajada radikal qaraydigan toifa vakillari. Xo'p. Bu vaqtda demak Amir Abdulahaddan so'ng uni o'g'li egallagan Said Olimxon davrida demak u o'sha 1893-yil otasi tomonidan Peterburgga o'qishga yuborilgan. U yerda 3 yil davomida harbiy ishlar va davlat boshqaruvi asoslarini o'rgangandan keyin 1917-yil bahorda bosh qozi Amir qabulxonasida demak mamlakatda islohotlar o'tkazish haqida va'da bergan. Bu islohotlar demak mana shu 6 ta 7 ta demak tamoyil asosiysi tayanganini biz ko'rib chiqdik. O'sha Amir o'z xazinasidan tashqari demak alohida davlat xazinasini ta'sis etishga, davlat ehtiyojlaridagi kirimlar va chiqimlarni aniq hisoblab boruvchi byudjet belgilashga va hokazolardan iborat bo'lgan farmon. Va bu farmon amaliyotda o'z ifodasini topmagandan keyin, va'dalar berilgandan keyin, lekin 1917-yil 8-aprelda nima bo'ldi? Jadidlar tomonidan Karki va Buxoro hududlarida namoyishlar o'tkazilishi boshlandi. Va mana shu namoyishlarda demak mullalar tarafidan, o'sha diniy mutassib insonlar tarafidan bu namoyish vakillari demak o'ta tajovuzga uchradi, hibsga olindi, namoyishlar bostirildi va undan keyin esa mana omon qolgan jadidlar 1917-yili bolsheviklar tomonidan egallangan Turkistonga qochishgan. 1920-yil yanvarda Toshkentga o'rnashib bo'lgan yosh buxoroliklarni chap qismi, ya'ni so'l qismi Fayzulla Xo'jayev rahbarligida inqilobchi yosh buxorolarni Turkistondagi markaziy byurosini tuzishadi. Va shunday holatda xullas Tong jurnali va Uchqun gazetasi degan nashrlar amaliyotda qo'llaniladi va shu bilan bir qatorda demak xullas jadidlar o'zlari mustaqil ravishda Buxoro amirligida namoyishlar o'tkazilishi tajovuzkorona bostirilishiga
guvoh bo'lgandan keyin albatta Rossiya imperiyasidagi bolsheviklar toifasidan yordam so'rashga majbur bo'ladi desak ham bo'ladi. Va shunday qilib Sovet davlati o'zini yaxshi qurollangan harbiy qo'shini va mahalliy aholini dahshatga soluvchi harbiy aviatsiya bilan ta'minlangan yirik harbiy qismlarni Buxoroga tashlagandan keyin o'sha Buxoro amiri demak Said Olimxon o'zini oilasi va yaqin insonlari bilan Afg'oniston tarafga qochib ketgandan keyin 1920-yil 2-sentyabrda bolsheviklar armiyasi qo'shinlari Buxoroga kirdi. 6-oktyabrda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, ya'ni BXSR va Fayzulla Xo'jayev boshchiligidagi birinchi hukumat Xalq Nozirlar Kengashi tuzilgani e'lon qilindi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, nafaqat retrospektiv metodini ko'rib turganingizdek, hattoki analiz va sintez metodini ham qo'llashimga to'g'ri keldi. Chunki retrospektiv metodini qo'llash uchun albatta boshida avvalambor analiz va sintez metodini qo'llash kerak edi. Chunki retrospektiv metodda ko'rib turganingizdek, oxirgi demak mavzuni oxiridagi ma'lumot, xulosaviy yakundan boshiga qarab boriladi. Nima uchun? Mana shu nima uchunlarga savol topiladi. Ongli ravishda mavzuniga savol berib, aniq boshidagi asosiy qismi ma'lumotlar o'zak aniqlanadi. Ana shu uchun analiz va sintez metodini ham ba'zi bir kuzatuvchilarimga demak tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun qo'llashimga to'g'ri keldi. Xo'p, kelasi video darslarda darslarni yozgunimcha va balki video ma'lumotlargacha yana kim biladi deysiz, hurmatli kuzatuvchilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.